Men Mercedes yuraman-da, mashinani aytyapman. Lekin ishonasizlarmi, menga hech kim yo'l bermaydi. No, Malibu bilan Gentra yo'l so'rasa, albatta unga yo'l ochib berishadi. Mana men mashinamni o'lib, tirilib, yaxshi mo'ykada mo'yka qildiraman, lekin meni mashinam umuman yaltiramaydi. Malibu bilan Gentra mo'ykadan chiqqandan keyin esa uni kosmosdan ham ko'rinadigan darajada yaltiraydi. Mana men mashinamni yangi salondan olib chiqqanman. Broni plonka qildirganman, podirovka keramika, tam hamma narsasini qildirganman. Lekin 3 kun qaytganimdan keyin meni mashinamning narxi 20 ming dollarga tushib ketgan. Lekin Malibu bilan Gentra'ning narxi oshsa-oshadiki, hech qachon tushmaydi. Gentra bilan Malibuda qayergadir borsangiz, hurmat sizga boshqacha bo'ladi. Ishoninglar, Mercedes ham unaqa hurmat sizlarga e'tibor yo'q. Malibu bilan Gentraga beriladigan hurmat e'tibori hech qaysi inomarkalarda ham topa olmaysizlar. U mashinalarga signal chalish u yoqda tursin, men o'zim даже margaz qilishga qo'rqaman. Men Mercedes razgon mahali Malibudan o'tib ketishim mumkin, lekin dalnida Malibu meni olib qo'yadi. Malibuning o'zi yurishini ko'rganmisizlar? Akula deb so'zadi. Shashka uchun esa Malibudan zo'r mashina yo'q. Nomerni aytmaysizmi, nomerni, любой chiroyli nomerni Malibu Gentra'ga taqsangiz, ochilib chiroyli turadi. Даже inomarkada ham bunaqa fayzli bo'lib turmaydi nomerlar. Inomarkada yuradigan tanish bilishlaringiz ishingizni hal qilib bermasligi mumkin, lekin Gentra Malibuda yuradigan akalar bitta telefonda muammoingizni hal qilib beradi. Malibu bilan Gentra'ning shuncha plusini bilaman-ku, lekin bitta dona minusini ham topdim. GAI meni to'xtatmasa to'xtatmasligi mumkin, lekin bitta ham Gentra Malibuni o'tkazib yubormaydi. Albatta to'xtatib, proverka dokumentov deydi. Malibu bilan Gentra haydaydigan tanishlaringiz bormi? Bu videoni ularga yuborib qo'ying. Qani ular nima deyshar ekan?